Allo, allo, bo'lganlikchilarmi, bola bo'lginonmi? Ammo bilollo, allo, allo, qo'shmanga bosh bo'lsa, bosh germonik monmi? Bo'lginonmi? Allo, allo, bo'lganlikchilarmi? Hammaga salom. Bizni YouTube'da ko'rib o'tirgan aziz tele tomoshabinlarimiz. Shovqin Allo loyihasi. Meni oldimda ikki juda ham genial ijodkorlar o'tiribdi. Shahruz TV, qarsakinglar. Salom. Va Jeko Vines. Chape chal, men senga chaldimmi? Chape chalasmisiz? Chalaman. Ikki do'stlarni bizni birinchi juftligimiz qilib taklif qildik. Aha. Birinchi juftlik unaqa nima aka? Juftlik to'g'ri kelmaydimi? Juftlik. Первая пара. Пойдет? Ne, Para. Ne, para ham emas. Para ham to'g'ri kelmaydimi? Yo. Birinchi raqiblar. Do'stona Bellashuv, raqiblik. bellashuv. Raqiblar. Ketdik. Kimdan boshlaymiz? Donnoziki yoki 100%. Okamni hurmati cheksiz. Ukamni ham hurmat cheksiz aka. Shuning uchun Donnoziki. Yo, hurmat talab qilasiz-ku, yo parasiti. Yo, sen men Ya, qilmay. Bo'ldi, akam boshlaydi. yo Donnoziki ke. Ketdik. По-честному-da birgacha har doimgidek. Tayyormisan? Tayyorman. 1 2 3. Don zik. Sen boshlaysan. Yo'q. Ukam boshlaydi. Ukam boshlaydi. Assalomu alaykum. Aytmadinglar-yu. Yutqizgan boshlaydimi? Yutqizgan boshlaydi! Yo, yutqizgan boshlayapti-yu, aka. Qatta. Ko'rgim kelyapti ukajonim. Aytmadinglar-yu menga bo'lsa. Nima aytmadingiz? Yoshligimda shunaqa bo'lgan. Shu paytgacha ko'rmagan ekansan, demak ko'rsatdi uni. Ko'rmaganman hech qachon. Hurmating Birinchi hamma syomka sani. bugun. Ha, yo'q, Da. birinchi syomka. Ha, uzr men bor, birinchi syomkasidan chaqirdim, o'rtoqlar. Boshlaydi aka. Yo'q, qonun aka. Qonun. Qanaqa smysli qonun? Shahruz uzr. Siz bilan gaplashyapman aka. Yutgan boshlaydi. Kechiring. Qatta siz bo'ldi, boshlayman. Davay ukam. Senga ishonaman. Qo'yib berdingiz-da, чистый. Cho'tki ukam shu. Ikkinchi. Demak, Shahruz, sizni ajoyib vazifangiz bor. Agar siz unga tayyor bo'lsangiz, massaj xonaga qo'ng'iroq qilasiz. Har doimgidek. Massaj xonaga qo'ng'iroq qilib, massaj olmoqchiman. Xo'p. Texa. Qoladi lekin u yerdagilar. Olish bilan Shohruz. Klientda. Что вам ручной нет? Happy end or not happy end? Qo'ng'iroq qilib, massaj olmoqchiman. Xo'p. Lekin xotinim rashkchi. Qiz bola massaj qilishni xohlamayapti. Men erkak kishini oldida tursayotgim kelmayapti deysiz. Kompromisga keldik, massaj olaman. Lekin xonada xotinim ham o'tirish kerak, qarab turish kerak, kim massaj qilayotganini. Shu tariqa mana shu sizga beradigan so'zlarimni ishlatib gaplashishingiz kerak. Mana ko'rib turibdi so'zlarni. Bu shunaqa qilib bering, bundoq qilib bering, tak. Normalda, ko'ryaptimi sizlar ham? Shohruz telefon qilsa, nima ishga chiqmadi bugun siz? Shunga yaqin. Birinchi massaj saloniga qo'ng'iroq qilamiz. Endi bilmadim, qanaqa o'tadi bu, men o'zim ham hayajondaman, to'g'risi. Spami или massaj xonami? Bu massaj xonami? Spa deb yozilgan. Faqat aytma so'z. Kulib olaman deb. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Spaga tushdimmi? Da. Qarang, meni bitta nozik mavzu qiziqtirayotdi-da, iloji bormi-yo'qmi o'shani qiziqyotdim. Nimani? Qarang, xullas men yaqinda to'yim bo'ldi-da. Ha. To'ydan keyin shu qarzlardan qutulish kerak edi. Ishga chiqayotganimda avtobusdan tushayotgandim-da, xullas yuk bor edi, qo'limda yuk bor edi. Tam где-то bir 40 litrcha, 40 kilo deylik. Qaymoq bor edi, belim anaqa bo'lib qoldi. Ismi nima edi? Og'rib qoldi-da. Doktorga bordim. Massaj kerak sizga deb aytdim. Вот, massajni endi professionallardan yaxshi joydan olish kerak, как-никак, to'g'rimi? Da, ha. Bitta nosi bor. Uydagi boss, ya'ni-da xotinim bu narsaga qarshilik qilyapti. Tipa, men massaj olishim unga yoqmayapti. Rashk qilyapti deylik. Nima bo'lishidan qat'iy nazar olmaysiz, u yo'q bu amalnisi belim ketgan.
keyin oxiri mega planetlarni hamma yo'g'ini buzib tashladimda ko'ndirdim bitta narsaga. Bitta yechimga keldik. Aytayotdiki, erkak kishi qilsin dedi masajni. Mana esa tipa erkak kishini oldida tipa yarim yalang'och yotgim kelmayapti. Tipa hamma narsa non stop bo'lib ketyapti-da hayotimda. Keyin Hop, qarang, hozir men siz bilan uzoq vaqt gaplashib o'tirishga vaqtim yo'q-da. Masajlarga keladigan bo'ldi, tumor bo'ldi. Bizda qizlarni o'zi qizlar qilishadi. Yo'q, o'shanga kelyapman, sekin tushuntiryapman, chunki noto'g'ri tushunib qolmaymani degan ma'noda-da. Ha. Даже xotinim uchun hamma narsadan tipa voz kechdim, chekishdan ham, tipa u mastava pishirmasa ham uyda deylik, hamma narsaga tayyorman, faqat aytayotdiki, qiz bola qilsin masaj deyapti. No, oldingizda men o'tiraman deyapti. Kechiring meni, конечно. Birga keladigan bo'lasizmi hozir? Da, bitta xonada meni masaj qilishadi, xotinim tipa oldimda o'tiradi. Kechiring, конечно, bu narsaga. Qarang, meni hozir aytaman 26-da reysim bor, samolyotdan anaqa qilaman. 27-larda kelsam bo'ladimi? Bu telefon qilib kelasiz, ha? Iloji bor-da, to'g'rimi? Ha. Всё, rahmat kattakon. Xo'p, charchamaydi. Wow! Shohruz. Silna. Kuchli. Ular bilan gaplashib bilish kerak. Yaxshi, yana biri bor. Qo'lingizni olaman. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana ham qo'lim olib Siz qo'lingizni olib qo'ying. Ovoz beramiz ham. Yo'q. Hali biz Jekoni vazifasini eshitmadik-ku, to'g'rimi? Qanaqa bo'ladi? Jeko, sizga ham juda ham noodatiy vazifamiz bor. Siz bomshsiz. Tanishganingizdan xursandsiz, to'g'rimi? Assalomu alaykum. Addishi. Siz bomshsiz, qurilish sotuv bo'limiga, ya'ni novostroykalarni sotuv bo'limiga qo'ng'iroq qilamiz. Shu uyim yo'q, ko'chada chang, havo ahvol, sovuq tushib ketdi. 2 qanaqadir joy bormi? Iloji bo'lsa, shu kelishsak bo'ladimi? Rassrochkaga niyat bor. Endi bomsh bo'lib, shunaqa bo'lib qoldi endi. Men bilmayman nima uchun bomsh bo'lganingizni. Mayli, ketdi aka. Всё. Zo'r skachok bo'ldi, spadan qurilish binoga. Отлично. Alo, assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sotuv bo'limiga tushdimmi? Aha, qurilish kompaniyasi sotuv bo'limi eshitaman. Men sizning bino ketishini bilan yordam beradimmi? Men qarang, juda ham nozik masala bilan telefon qildim sizlarga. Bitta iltimos bilan. Hozir havoni ko'ryapsiz, даже osmonda yulduzlar ham ko'rinmayapti-da. Xo'p. Bir xil payt yerlar ham ko'rinmay qoldi, даже bu havo ifloslanib ketganidan. O'shanga maqsadim aytsam bo'ladimi sizga? To'g'risini aytsam, hozir uysiz qolib ketdim men. Endi osmonim musaffo bo'lgani bilan baribir uyimiz yo'q. Ko'cha sovuq, havo bir xil bo'lib yotibdi. Qarang, bizda 2 xonalidan 6 xonaligacha kvartirada bor. Qabul qilyapti. Meni to'g'risini aytsam, unaqa kvartiralarga pulim yetmaydi hozir. Yonimda bir so'm pulim yo'q, lekin ko'cha sovuq, astronovkalarda uxlash uje nima deydi, odam yoqmay qolyapti oxirgi payt. O'zi ko'chada uxlash sevaman. 1-2 marta ko'chada ham qoldim. Menimcha bugun ham qolaman bu razgovorlardan keyin, lekin yaxshi bo'laman. O'shanga sizlarda хотя бы рассрочкаga 2 ga 2 joy topilmaydimi? Хотя бы turib qolasam ham mayli. Sovuq, ko'cha juda sovuq-da. Zo'r yashab yuraman. 2 ga 2 kladovka bo'lsa ham mayli, podvolmi, farqi yo'q. Uxlab turishimga xohlasanglar shu yerda ishga olsanglar ham bo'ladi. Men рассрочкаga bo'lib to'lab berardim pulinglarni. Siz nima aka? Olma. Olim. Olim. Albatta, qariyadagi bizda hali ultra ekonom xodimlar ishlab chiqarilmadi-da. Shuning uchun sizga o'zi vaqtinchalik kerakmi yashash tarbiyalasini qilamiz. Gapingizni tushunmadim. Salima nima deysiz? Sizga vaqtinchalik kerakmi kvartira yoki yashash tarbiyalasini qilamiz? Har doim shunaqa yashayman-da, o'shanga yordam berasizmi deb sizlarga telefon qilyotgandim. Birinchi topgan nomerimga ko'chadan topib oldim, yerga tashlab ketibdi kimdir. O'zi hofizman, ashula ham aytsam bo'ladi, lekin qanaqadir ishga olsanglar meni. Yig'lab olay deb turibman-da. Uysiz qolib ketgan, adam ham tashlab ketdilar. Qo'llangan yordam bergan bo'ladi, lekin
to'g'risi odamga o'xshab yashashini tarafdorimiz-da. Shuning uchun unaqa to'rga unaqa joyda sotilmaydi bizda, sotuvimizda ham yo'q. Ha, mayli unda bugun ham ko'chada qolar ekanman. Uzr, siz ham kech bo'lganda bezovta qildim. Mayli, nimaga charchamang, yaxshi o'tsin. Rahmat. Legenda. Yig'lavordi, yig'lavordi. Men yig'lavordi dedim bu narsani eshitib. Lekin gap yo'q-ku, odamiylik ko'rasizmi? Odamiylik jihatidan to'rga to'g'ri qilib beramiz qat'iy bo'ladi. Gap yo'q. Qurilish kompaniyasi. Qilib beramiz dedimi? Beramiz. Yazdimi? Mana shunaqa dedi. Ja eshitmadim lekin. Odamni yashashi kerak, to'rxonali uy qilib beramiz dedi-yu. Da, bich paketi yo'q dedi. Bich paketi yo'q dedi. Yo lekin yo'q ham demadi, gap yo'q. To'g'ri, gap bo'lishi mumkin emas. Men ta'sirlantirdi meni juda ham bu sizlarni suhbatinglar. Endi bizni yigitlarni ta'sirlantirdimi bu narsa? Qani? Nima deymiz? Oilaga ko'rib yuradi. Men hozir to'g'risi bularni голосованиеga ham qo'ygim kelmayapti. G'alati bo'lib ketyapman to'g'risi. Do'stlikmi aka? Bilen, yo'q, endi har gal do'stlik berib bo'lmaydi-yu. Shohruzga qo'l ko'taramiz bolalar. Vayn olishlik kerakmi deymanda birga. Meni ham sani aka, Shohruzga. 1 2 3. Oo. To'r, Zikkaga ham ko'tardilar, to'r. 1 2 3 4. Endi Jeko Waynsga bolalar. Wow! Legenda. Juda katta, yirik hisob oldinda finalga o'tadi bolalar. Qarshi chalamiz Jeko Waynsga. Men o'zimga ishonmayapman hozir. Zo'r, tabriklayman. Jeko, Shoh? Было legendarni. Bugundan boshlab akam emassiz. Bugundan boshlab akam emassiz. Sen ham mukammalsan unda. Zo'r. Biz davom etamiz azizlar. Endi oldimda ajoyib, bir-biridan go'zal yigitlar, betakror ko'rkam, kelishgan, baquvvat, yosh, navqiron blogerlarimiz Doston, qarsanglar hamda Muzaffar blogerlikdan tashqari yana qo'shiqlar aytib turasiz-a? Ha, hozircha stopda, lekin xudo xolisa boshimiz bilan muzikaga kirib ketamiz. Oxir oqibat. Super. Sizchi? Bu yildan tashqari buni qo'shuqlarni hid qilib turaman. Super. Demak, ajoyib jang bizni kutmoqda. Endi kim birinchi boshlashini bilib olishimiz uchun bitta don-donziki o'ynab berasizlar bolalar. Hop, qo'ling tekisroq qiling. Balandroq, mana teparoqqa ko'tarib o'ynaylik. O, zo'r, ketdi. Don. Nima o'ynash? Nima qimillatishim kerak emas-ku? Ketdi. Day, don, ziki. Boshlaymiz. Doston birinchi boshlaydi. Yaxshi. Yutgan boshlaydimi birinchi? Bundan oldin ham Shohruz mana yutgandan keyin boshladi-yu. Biling, shunaqa uzr men bor. Haqiqat yo'q bu dunyoda. Demak, Doston, sizning vazifangiz boshqa shaharga qatnaydigan taksistlar, ya'ni Samarqand, Namangan, Farg'ona, Qashqadaryo farqi yo'q. Boshqa shaharga qatnaydigan taksistlarga qo'ng'iroq qilib, ularni Formula 1 poygachisi sifatida taklif qilasiz. Tayyormisiz? Shu qatorda sizga tayyorlab qo'yilgan mana bu yerda so'zlar bor. O'sha so'zlardan foydalanishingiz kerak. Studiyada jimlik va nihoyat bizning qahramonimiz telefonni ko'tarildi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Meni ismim Samandar, men Formula 1 bo'yicha O'zbekiston filiali menejeriman va sizni Formula 1 bo'yicha bezda qotgan edim. Xo'p, Tanishsak bo'ladimi ismingiz? nima qilish kerak? Nima masalada? Xo'p, siz qayerga qatnaysiz siz? Qayerdan qayergacha? Sizni taksistni menga tanishtirishdi va sizni raqamingizni berishdi, sizni haydovchiligingizni qatnashgan insonlar desa ham bo'ladi. Yo'lovchi bu. İsmingiz? Kim tanishtirdi meni? Yo'lovchilar. Ko'p yo'lovchilar bor ekansiz, lekin qaysi aniq manzilligini aytishmadi, faqat sizni taksistligingiz haqida bizga xabar berishdi. Tushunarli. Mayli, ismingizni bilsam. Xo'p, nima qilmoqchisiz hozir? Mana ma'lumotim. Xo'p, boya aytib o'tganimdek, Formula 1 haqida ustoz haydovchilar bilsangiz kerak. To'g'risi men unaqa narsalarga tushunmayman-da, shunga so'rayman. Tushunarli.
Tushunarli. Formula 1 bu juda ham tez poyga haydovchi, ya'ni katta poygada qatnashuvchi insonlardan biri uchun joylashgan va sizni ham xuddi shu tezkor insonlardan biri deb bilishyapti. Ha, yo'q, noto'g'ri tushunibsizlar. Yo'q, nimaga sizni yaqinda adashmasam Nursulton aka ta'rifladilar. Nursulton Ro'ziboyev taniysiz? Nursulton kim edi u kishi? Nursulton Ro'ziboyev MMA bo'yicha chempion O'zbekistonda. Sizni professional haydovchi deb ta'rifladilar. Yo'q, adashibsiz. Nimaga ikkalanglar birga adrenalin ichgan ekansizlar? Ha, noto'g'ri joyga tushdingiz. Men bor uzru, men bor. To'xtab turing. Mana bu gapni aytishdi. Eshityapsizmi? Lekin, lekin yaxshi, yomon bo'lmadi. Zo'r. Ne, yomon bo'lmadi. Menga Nimadir xato qildim. rekord vaqt mana shu so'zda to'xtadik. Rekord vaqt ichida Bir yav ekan. telefon qo'yildi. Yo'q, haqiqatan telefon qolamiz biz aralashayotganimiz yo'q. Yaxshi. Qo'yildi degan hisob emasda bu, to'g'rimi? Yo'q, Chunki vaqtdan o'tdi-da. Endi bu narsani bizni tomoshabinlarimiz bor. Ular hal qilishadi. Sizlar bo'lsa izohlarda yozib qoldirasizlar. Sizlar ham. Yaxshi doston. Men hayratdaman. Juda zo'r. Menga juda ham yoqdi rostdan. Endi Muzaffar, navbat sizga. Yana 4 ta so'z qolib ketdi sizda. Pit stop, start chizig'i, trassa va poygachi. Ham sizga to'g'ri keladigan so'zlar yozilgan yo'q bo'ldi. Siz sug'urta agentligiga qo'ng'iroq qilasiz va hayotingizni sug'urta qilmoqchiligingizni aytasiz. Faqat muammo shundaki, siz kaskadyorsiz. Sizning ishingiz qiyinchilik bilan, tana jarohatlari bilan, faqat shu bilan ishlaysiz. Sug'urta shunday anaqami? Faqat buyumlarga o'zi. Yo'q, hayotga ham sug'urta qilinadi albatta. Lekin kaskadyorlik qilinmaydi bu narsa. Chunki kaskadyorlik Hayotga qilinadi sug'urta. Hayotda qilinadi, конечно, hayotga. Kaskadyorlarga yo'q lekin. Men sizga ko'proq aytaman, Jennifer Lopesni koti ham sug'urta qilingan. Ha, yo'q. Shu nimadir bo'lib qolsa nima bo'ladi? Davlat to'laveradi. Davlat emas, kompaniya. Ha, kompaniya to'laveradi. Siz bo'ladi. Alo, assalomu alaykum. Sug'urta bo'limi eshitadi. Assalomu alaykum. Sug'urta bo'limi bu? Da, sug'urta bo'limi. Ha, okey. Shu bitta iltimosman chiqyapti-da, mayli, yo'q desangiz ham chiqmagan jondan umid. Xullas, okey, men o'zbek filmida ishlayman. Jeki Chan obrazidagi har xil mashinalar anaqa bir-biri bilan urushadigan momentlarda tipa kaskadyorlik qilaman-da. Xo'p. O'shanga shu anaqa sug'urta qildirmoqchi edim hayotimni. Hurmatli mijoz, qoidalar va shartlarni tushuntirish bo'yicha sizni ogohlantirib qo'yaman. Biz mashina, uy va ba'zi hayvonlarni sug'urta qilamiz, lekin men sizni tushunmadim, iltimos yana qaytarib olasizmi? Ismingiz Odil aka-da, adashmasam, aka? Yo'q, ismim Behruz. Demoqchi bo'lganim, aka, endi men o'zbek filmdan tashqari Bel futbolchi kim bu? Bel. Bel nosma. Alo, Odil aka. Demoqchi bu. Okey, men Odil. Yo'q, ha, Behruz aka-da, aka ismingiz. Ha, men Behruzman. Okey, kaskadyorman. Ha, kaskadyor aka, prosta demoqchi bo'lganim, misol uchun yaqinda Tohir degan og'ayningiz bor edi. Men pastda Neston tagida anaqa remont bo'layotganda, men endi orada kino syomkadan tashqari chiqib turib, kaskadyorlardan tashqari geroyliklar ham qilib turaman-da, Человек Паук emasman-u. Endi u binodan bu binoga sakrab yura olmayman, misol uchun. Hiltonning tagida ham ko'rib qoldim. Shunda oldim, to'shni ana bellariga nimadir tushib ketmoqchi bo'lgan ekan, keyin shuna quloqlaridan tortdim-da. Quloqlarni tortib quloqlardan tortdim. Qo'llarida qutqar degan tatuirovka yozib bo'lgan ekan. Meni qutqar degan, keyin men qutqardim ularni. Tirik qoldim axir. Ha, tirik qoldi. Xullas bu bilsangiz yaqinda bitta qora Черная справедливость degan kinoni premyerasi bor edi. O'sha kinoni ichida bor edi shunaqa sahnasi. Kinoni ichida shu yana bo'lgan bitta sahnalar bo'lgan edi, tipa odam istimaydi, nimadirlar qiladi. Endi men o'sha okangizni men qutqardim-da, o'shaning uchun agar hayotimni sug'urta qilib bersangiz, misol uchun hozirgi misol uchun operatorlik ishingizdan sal kattaroq anaqaga chiqarib, misol uchun Guldo'konda ishlayman demoqchiman-da, misol uchun endi Guldo'konda baribir ishlar yaxshi bo'ladi-yu. O'shanga nima deysiz, aka? Yaxshi, hurmatli mijoz, menimcha hazillashib o'tsak kerak.
Behruz aka lekin gapi yo'q. Kechirasiz, men qo'ng'iroq qilib qo'yishim kerak. Men unchalik ko'p bor. Qilmaysizmi, sug'urta qilmaysizmi? Reально. Sug'urta boshqa sug'urta agentligiga murojaat qilib ko'ring, balkim ular qilishadi. Bo'ldi aka, har kuni ishxonangizga gul jo'natamiz endi. Rahmat, xo'p, kattakon rahmat. Qiyin bo'ldi Muzaffarga. No. Muzaffar uddaladi. Slava подбирать сложно. Muzaffar uddaladi. Ozgina Yo'q, qiyin. yaxshi. Endi aziz muxlislar. Aziz jamoat. Dostonga. Ikkita. Zo'r. Muzaffarga. Vashti zo'r. Mana qo'shib yuboraman. Yaxshi. Muzaffar finalga Jeko Wise bilan o'tmoqda. Qarang. Final raundi. Do'stlar, final raundi. Muzaffar Jeko Wise. O'zbekiston Shohriz o'tirish kerak. Juda ajoyib. Bu yoqda doston o'tirish kerak edi endi-da. Shunaqa. Sizlar adashib finalga chiqib qolgan bo'ldinglarmi shunda? Yo'q, men unaqa hisoblamayman. Xohlamaganlar. Men unaqa deb o'ylamayman. Sizlar dostoyni, заслуженно, ya'ni faxriy yo'l bilan keldinglar bu yoqqa. Demak, yulduzga qo'ng'iroq qilishimiz kerak. Qaysi yulduzga qo'ng'iroq qilamiz? Ya'ni bu safar yulduz emasdir. Unchalik odamlarning orasida mashhur bo'lmasligi mumkin, lekin musiqa industriyasida mashhur. Jasur Badalbayevga qo'ng'iroq qilar ekanmiz. Munisa Rizayevalarga Qo'shiq yozgan Shohruxxon, Munisa Rizayeva juda ham выдающийся, ya'ni legendarniy bastakor. Taniyman men. Juda hurmat qilamiz, sevamiz, qadrlaymiz, yaxshi ko'ramiz. Jasur Badalbayevga hozir o'zaro vazifalarni bir-biringizga berishinglar kerak. Round 3. Fight! Jeko, sizning vazifangiz Muzaffarga. Men bularga hozir beraman mana. Ha. Telefon Osonroq. qilasiz, aka. Jasur akaga trap yo'nalishida tashkil etmoqchiman deysiz. Muzika o'zgarish kerak. Trap bo'layotgan payt deysiz. 6-8 ga o'zgarib ketish kerak deysiz. Tapir, to'ylarda ham aytishim kerak, короче. Universal. Men universal bo'lishim kerak. Boshida rep bilan kirib kelaman deysiz. Keyin Xorazmchami 6-8 mi to'ybob bo'lish kerak, aka deysiz. Mana shu vazifa. Yaxshi, zo'r. Gap yo'q. Muzaffar siz tomonidan endi Jekoga. Jasur akani o'zlarining ijodlarida bo'lmagan qanaqadir narsa bor. So'raydilar. Yo'q. O'zlarini ijodida bo'lmagan narsalarni so'raydilar. Ya'ni Jasur aka siz yozmagan qo'shiq bormi? Sotiladigan siz yozmagan qo'shiqlar. Yaxshi. Endi hozir donnoziga o'ynaymiz. Aytib qo'yaman. Yutgan odam Telefon qiladi. boshlaydi. Ketdi. 1 2 3 deysiz. Don zik. Voy, men qilaman. Men nimadir o'ylagandim, siz qilasiz deb o'ylagandim, realni siz qilar ekansiz. Jeko, Voy, hozir zan etmasmikin, ular qanaqa odamligini ham bilmayman men даже. yumshoq sekin gaplashib o'tamiz. O'zim tanishtirsam ham bo'ladi. Bo'ladi, bemalol. Kerak. Siz chaqirayotgan abonent boshqa yo'nalishga javob Klient bilan. boradi. Ha. Klient bilan Turamizmi yo gaplashyapti. davom etamizmi bolalar? Qotdimi? Badalbayev telefon qotdi. Ketdik. Alo, assalomu alaykum. Alaykum. Jasur aka, sizmisiz aka? Ha. Xullas, aka, zakaz bo'yicha chiqyotgandim sizga. Ashula yozdirmoqchi edim sizda. Bari O'zbekistonning zilzalani ko'targan odamsiz, o'shanga o'zingizga qildirmasam boshqa aranjirovchi eplolmayapti-da, aka. Menga tayyor ideya kerak edi. O'sha to'ylarda ketadigan ashulalar bo'lsa yaxshi bo'lardi. 6-8 mi yoki o'sha munisipani stilidami? Ashula chiqarganmisiz? Oldinroq chiqarganman. O'zi blogerman Instagramda. Oldin ham siz bilan gaplashganmiz, ko'rishganmiz. Telegramda Shohruxxonga ideya qilib berganimda ignor qilgansiz meni. O'sha paytda eslab qolganman sizni. O'shanga hozir nomeringizni zo'rg'a topib qo'yatdim aka. Avvalambor kechasi bezovta qilganimga ming bor uzr aka. Yo'q, mayli. Aka, hozir kompyuterdan eshittirib ko'ra olasizmi menga muzikalaringizni, o'shani so'ramoqchi edim. Telefondan eshitib ko'ra olmayman. Faqat Telegramdan MP3 qilib tashlab berasiz, to'g'rimi? Yaxshi ashulalar tam 2000 turadi. Yo'q, puldan muammosi yo'q aka. O'zi chiqarib hit qilib, nima deydi, zvezda bo'lmoqchi edim-da, xudo xolisa keyingi yilga shu O'zbekistondagi eng yaxshi qo'shiq nominatsiyasini olmoqchi edim-da. Virusga yaxshilar kerak, to'g'rimi? Да, визитlik такой, intromi,
o'zim ham bilmayman qanaqa yo'nalish tashkil etish aka. Prolibov haqida. A? Yaqinda oxirgilarda Kimnikini? Yorqin aka. million degan ishni qilib berdim. To'g'risi u menga to'g'ri kelmaydi, uncha yoqmadi deb ashula. degan shuni xalqqa to'g'ri keladigan. Misol senga to'g'ri keladigan shuni xalqqa yoqmas. Senga to'g'ri kelishi kerak, senga yoqish kerak birinchi o'chir. Birinchi o'chirtda aka o'zi o'zimning ijodimda ham o'zim maza qilsam bo'ldi, xalqqa nima deydi uncha. Bo'ldi, xalqqa yoqsa xursandsan, Da, yoqmasa farqi yo'q. O'zim kayf qilib etib, ana to'ylarda ham chiqqanda o'rtoqlarimni to'yida ham meni sahnaga taklif qilib, ashula aytib beradi deb kuyovga sovg'a qilib. Nima qilamiz? Ko'rishib gaplashamizmi? Ko'rishib gaplashamiz unda обязательно aka. Ofisingizni qayerdaligini bilaman, bir marta ham borganman ofisingizga. O'shanda aytolmadim aka, o'shanga hozir telefon qilib aytolmadim. O'sha payt pulim yo'q edi, hozir reklamalar olib ancha pul yig'ib qo'yganman. Bo'ldi, ertaga keyin xabarlashib. Aka yana bitta savolim bor edi. O'zingiz aranjirovka qilmagan ashulalar ham bormi? O'zingizda ideyalar boshqalarniki turadimi? Ular ham sotiladi? Yo'q, uni men qilsam sotaman. Qilmasam ko'rsatmayman. Bo'ldi aka, unda обязательно ko'rishib gaplashamiz, xudo xohlasa. Shohruxxon bilan boraman, ukalarimanda o'zi. Bo'ldi aka, charchamang, ishingizga omad. Xo'p, rahmat. Yaxshi, yaxshi. Zo'r bo'ldi. Jasur aka, salom, rahmat. Muzaffar, davom etamiz. Voy gaplaringizda aka, trap to'ybob qilish. yoki rap deng aka, farqi yo'q. Trap, rap. Anu men tipi Rap to'ybob qilib bera olasizmi yo'q? Alo, assalomu alaykum. Va alaykum. Jasur aka, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Sog'misiz? Rahmat. Aka, kech bo'lganda relsda qilyapman. Ismim Muzaffar aka, Instagramda blog yuritaman. Hozir endi muzikadan o'zi boshlaganman ijodimni. Endi ozgina sabablarga ko'ra to'xtab qoldi. Shu blog tirikchiligim shu Instagramdan, blogdan. Na samom деле yuragimda baribir muzika yotadi-da. O'shanga siz nomeringizni olib bitta trek qilib berasizmi degan maqsadda shu puli necha pul bo'ladi shuni so'raychi degandim aka. Qo'y, 2000 gaplashiladi. Nima kerak o'zi? Yo'q, bo'l, aka qarang, aytgan summangizni bera olaman. Prosta qarang, men bunaqa trek qilmoqchi edim. Misol uchun men o'zimga endi rep yo'nalishi yoqadi, estrada yoqmaydi. Lekin repda pul yo'q bizning O'zbekistonda, kam, misol bormi, kam endi. Lekin misol uchun men ham o'zimga yoqadigan narsa qilmoqchiman-da, и plus to'ydan pul ham qilmoqchiman. Mana ikkalasini bitta qilmoqchiman. Shuni iloji bormi? Ham boshlanishdan o trapdan, unaqa drill, unaqa baslar bilan, 808 baslar bilan boshlanib turib, kirib kelib, keyin bu yoq o'sha o'rtaroqlarda может tam xorazmchasiga diks bitlar bilan bo'lib turib, oxirida o'sha estradniy bo'lib, takoy melodiyalar bilan, bu yoq o'sha vokalniy bo'lib ketsa, boshqa 3talik qilsa bo'ladimi mana shunaqa? Demkangiz bo'lsa ham farqi sotib olaveraman. Bitta ashulada 3 xil stilmi? Ha, bitta ashulada 3 xil stilda. Muzikal industriyani shu bitta ashula bilan shu qirol bo'lmoqchiman O'zbekistonda. Endi qanday tushunmayman odam boshqa. Endi to'g'ri aytasiz. Misol uchun endi men uyimda tojim bor deb yasattirganman anaqa tillarangdan. O'sha tojimni kiyolmay turibman. Shu qachonki qirol bo'lsam, shuni kiyaman deyapman-da, shu tojni. Bu tojda brilliant anaqalari bor, qo'yilib chiqilgan. Tushunarli. Примерно necha pul bo'ladi aka shu tolish? Nima? Shu mana shunaqa trek yasab berish. Xohlasangiz aka 2000 aka qarang, xohlasangiz men pul emasda endi men misol uchun sizga savol endi o'zingiz bilasiz. Men misol uchun sizga variant taklif beraman. Menda anaqa mikrofonim bor uyimda. U mikrofon bobomdan qolgan. Endi bizlar bobomiz san'atkor bo'lganlar. Misol uchun yana ham u mikrofon misol uchun u studiyangizda tursa, yana ham ideyalaringiz ko'proq keladimi deb o'ylayapman. Может endi misol uchun hozir maksimum Munisa Rizayevalarga qilasiz trek endi jaya borsa. Misol uchun qilsangiz endi tam Travis Scott, Drake, misol uchun Amerikadan ham san'atkorlarni qilishni boshlaysizda. Arziydi aka. Aka charchamay, yaxshilikda ko'rishinglar, rahmat. Men aloqaga chiqaman siz. Mikrofonimni olib kelib uydan. Xo'p. Nima bo'pti? Jasur aka hammasi hazil. Biz sizni yaxshi ko'ramiz. Legenda Jasur akaga bitta qarsak beringlar, iltimos.
Jasur aka legenda, to'ppa-to'g'ri. Endi nima deysizlar? O'zingizlar fikringlar qanaqa? Men o'tirib qiziq bo'ldi menga, misol uchun, to'g'risi, men Jasur aka bilan tanishman. Yaxshi inson, juda ham расслабленно, спокойно, hech qanaqa sizlarga imkoniyat ham qoldirmadilar deb hisoblayman. Ну да. Bu holatda, no, sizlar bo'sh kelmadinglar. Muzaffar молодец, Jeko красавчик. От души, брат. Nima deymiz endi bolalar? Jekoga qo'l ko'taramiz bolalar. Muzaffarga qo'l ko'taramiz bolalar. No, большинством deydimi, ko'pchilik bilan Muzaffar bu raundimizda va bu o'yinimizda g'olibi qarsak Muzaffar. Rahmat, tabriklaymiz. Abdushi. Muzaffar, fikrlaringiz. Xursand emasmisiz? Ya xursandman, Xursandmisiz? Ancha Jeko. Ya, чётки. Это было legendarni. Конечно. Juda kruto. Sizlarni tabriklayman. Yana bitta qarsanglar biz ishtirokchilarimizga o'rtoqlar. Rahmat. Rahmat. Izohlarda fikrlarni yozib qoldiramiz. Obuna bo'lamiz, like qo'yamiz, hammani sevamiz o'rtoqlar. Rahmat.